Man Kazakova O'g'loy, reabilitolog, osteopat, massajistman, 28 yillik tajribaga egaman. Bugun sizlar bilan massaj haqida gaplashamiz. Massaj o'zi nima? Birinchi massaj 3-asrlarda Yunonistonda, Xitoyda boshlangan. Undan keyin 5-6 asrlarda Misrda keng miqyosda rivojlanib, Misr hammomlarida foydalanilgan. Massaj haqida birinchi kitobni 5-6 asrda Abu Bakr radhiyallohu anhu yozganlar. Undan keyin ularning qo'lyozmalari asosida 10-11 asrda Abu Ali ibn Sino massajni barcha turlarini kasalliklarga qo'llab, kasalliklarda foydalanib, har bitta kasallikka alohida foydalangandan keyin juda keng original miqyosda massaj haqida birinchi yozilgan kitob Abu Ali ibn Sinoning kitobi. Abu Ali ibn Sino kosmetik massaj, gigiyenik massaj, davolovchi massaj, o'sha davrdagi kurashchilar, sportchilar massajigacha hammasini yozib qoldirganlar. Ma'lumotlar 16-asrda g'arb davlatlarida hamma insonni davolashga qanaqadir malhamlarni izlab, hayot eliksirini qidirib yurgan vaqtda bu ma'lumotlar haqida xabar topgandan keyin bu ma'lumotlar 16-asrda Yevropa davlatlariga ketadi. Ibn Sino bobomiz yozgan ma'lumotlari o'sha Yevropada keng miqyosda yoyilib 20-19 asrlarda qayta o'rganilgandan keyin meditsinaga kirgiziladi. Meditsinada birinchi massajga kirgizilgan sohasi bu sanatoriyalarda, fizioterapiya bo'limlarida foydalanilgan. Massaj aslida inson organizmiga qanaqa ta'siri bor? Inson organizmi ikkita asosiy tuzilmadan tashkil topgan. Bittasi suyak tuzilmasi, ikkinchisi mushak tuzilmasi. Mushak tuzilmasi bilan suyak tuzilmasini o'zaro bog'lab, inson organizmida harakatni, qon aylanishini yaxshilaydigan, kasalliklarni oldini olishda ishtirok etadigan bu mushaklarning orasidagi qon tomirlar, venalar, arteriyalar, kapillyarlar, sosudlar hammasi shu mushak sistemasida joylashgani uchun massaj inson organizmiga shu darajada foydasi borki, azaldan dunyoda birinchi shifo o'rnida hamma kasalliklarga foydalanilgan. Keyin dorilar chiqqandan keyin boshqa davolash usullari ko'paygandan keyin massajni ko'p keng miqyosda foydalanilmagan. Aslida massaj inson organizmiga juda katta yordam beradi. Har qanaqa kasalligi kelib chiqishiga inson organizmidagi qon aylanish sistemasi hamda hujayralarda rivojlanish past bo'lganda organizmda kasalliklar kelib chiqadi. Massajning asosiy vazifasi mushaklar orqali mushak ichida joylashgan qon tomirlarda, venalarda, kapillyarlarda hamda go'sht o'sha mushak ichida joylashgan hujayralarni aktiv ishlab modda almashinuvini yaxshilashda massajni juda ham katta o'rni bor. Hozirgi vaqtda ham ko'p kasalliklarda lecheniyalar qilinadi, dori ukollar qilinadi, uzoq muddatga yetmaydi. Dori ukollar bilan davolanganda organizmdagi og'riqlar vaqtincha to'xtatiladi. Inson tanasi asosan 3 ta qonuniyatdan iborat. Birinchisi muvozanat tizimi, ikkinchisi tejamkorlik tizimi, uchinchisi qulaylik tizimi. Muvozanat tizimi bu inson organizmida fiziologik holat to'liq mo'tadil bo'lganda organizm muvozanati har tomonlama to'liq bo'ladi. Tejamkorlikda bo'lsa, qaysidir kasallikda organizmdagi zapas ishlash energiyasi o'shandan olib ishlatib beradi. Qulaylikda esa fiziologik holat buzilib, patologik holatga o'tganda insonni qaysidir sohasida qo'lidami, oyog'idami, belidami qattiq og'riq bo'lsa, avtomatik ravishda og'riq sistemasi qulaylikni yaratish uchun hamma harakat qilib ko'radi. Masalan, kimdir oyog'i og'risa, o'sha oyog'i og'riganda nimaga og'riydi? U oyog'i to'g'ri yurganda og'riydi. O'sha og'riqni bartaraf qilish uchun o'sha organizm noto'g'ri yurish pozitsiyasiga tushadi. Organizm shunaqa aqlliki, mana shu 3 ta sistema bir-biri bilan kelishib ishlamasa, o'sha patologik holatlar yuzaga kelaveradi. Massaj orqali bolalarda bartaraf qilinadigan muammolar eng birinchisi bu yangi tug'ilgan chaqaloqlarda bo'yin qiyshiqligi. Chunki ko'p bolalarni olib kelishadi, 3 oy, 4 oy yoki 2 oydan keyin bo'yni ancha qiyshagan holda keladi. Ikkinchisi bolalarda uchraydigan displaziya holatlari, O-obrazli oyoqlar, X-obrazli oyoqlar, vargusni poложение, vargusni положенияларga massajda to'liq
to'liq yechim bor. Faqat uni mutaxassisga ko'rsatib, shifokor bilan maslahatlashib, to'g'ri yo'nalishda massaj qilinsa, bunaqa bolalarning muammosi 100% bartaraf bo'ladi. Nimagaki bu bolachalar endi hayotga keldi, hali endi o'sayotgan yangi niholli, buni qaysi yo'nalishga, qanaqa yo'nalish bilan katta qilinsa, o'sha yo'nalish bilan bu bolalar o'sadi. Tug'ruqdan keyin stress holatlari bo'ladi. Ba'zi onalar ko'p qon yo'qotadi yoki bola injiq bo'ladi, uyqusizliklar. Ona uchun, ayniqsa birinchi bolalarda ona uchun juda katta adaptatsiya bo'lmagan holatlar bo'ladi. O'sha vaqtda ko'p onalar bolalarni bo'yin qiyshiqligini sezishmaydi-da, 2-3 oy yoki 4 oy o'tgandan keyin vrachga borganda aytishadi, bo'yni qiyshayib qopti, massaj oling, parafin oling, elektroforez oling deb. Aslida elektroforez, parafinlar hech qachon bo'yin qiyshiqligini davolamaydi. Onalar nima qilish kerak? Bolalarni radomdan chiqqandan keyin, tug'ruqxonadan chiqqandan keyin onalar emizayotganda bir tomondan ikkinchi tomonni almashtirib, galma-galdan emizish kerak. Bir bolani boshini har doim tepaga holatiga, o'ng holatiga, chap holatiga galma-galdan yotqizish kerak. Har doim bola tepaga qarab yotsa, bolani baribir ko'p bolalarda onasini qornida vitamin D yetmagani hisobiga raxit alomatlari bo'ladi. O'shaning uchun har doim bolalar tepaga qarab yotishi ma'qul emas. O'ng tomonga, chap tomonga, tepaga hamma polojeniyaga qarab bolalarni yotqizsa, bo'yin qiyshiqligi bo'lmaydi. Bo'yin qiyshiqligini asorati bu chiroy yoki boshqa narsa emas. Hamma voy bo'yni qiyshiq qiz bola bilinadi, o'g'il bola shunaqa qoladimi? Yo'q, bu bo'yin qiyshiqligi aslida organizm uchun katta muammo bu. Birinchidan boshga, mana bu yerdan bo'yindan o'tadigan sasudlardan bosh miyaga qon yaxshi sirkulyatsiya o'tmaydi. Chunki inson organizmi ikkiga bo'lingan. O'ng tomon, chap tomon qon aylanishi alohida ishtirok etadi odam inson organizmida. Agar bir tomonga bo'yni qiyshayib qolgan bo'lsa, bolachalarni bu tomon mishsalar o'saveradi, bu tomon mishsalar o'sishi orqada qolgandan keyin, masalan, o'ng tomonda siqilish bo'lsa, o'ng tomondagi sasudlardan bosh miyaga yaxshi qon o'tmagandan keyin bolalar yig'loqi bo'ladi, emayotganda qusish holatlari bo'ladi, orqaga tashlaydi. Chunki emaman deganda bo'yin mishsalari, mana bu yerdagi jag' mishsalari hammasi ishtirok etadi. Bu tomon emayotganda yumshoq bo'lsa, o'ng tomonda siqilishlarning oqibatida bolalarda emish muammolari yuzaga keladi. Undan ham eng xavflisi, bolalar o'sgan sari bosh suyaklari как mozaika sekin-sekin joyiga joylashish kerak bo'lganda, boshda suyaklar hamma chaslari noto'g'ri rivojlanib qoladi, joylashib qoladi. Joylashgandan keyingi bir tomon boshi, mana bunaqa bir tomon boshi teparoq, bir tomon boshi pastroq bo'ladi bo'yin qiyshiqliklarda. Jag', tepa jag'lar, pastki jag'lar o'zini pozitsiyasini o'zgartiradi. Bu jag', o'ng tomon jag' tepaga chiqib qoladi, mana bu jag' tepaga chiqib qoladi, mana bundoq bo'lib, chap tomon jag' esa pastda qoladi. Bu keyinchalik bola emayotganda ham meshat qiladi. Bolani mana shu muammolar bartaraf qilinmasa, asimetriya lissa deydi. Bunda yuziga qaraganda bitta ko'zi pastroq, bitta ko'zi teparoq turadi, yuzi qiyshiq deb aytishadi. O'shanaqa asoratlar kelib chiqadi. Undan ham xavfligi, bolalar tish chiqayotganda va jag' bilan past jag' mushaklari bir-biriga to'g'ri ulanmagani oqibatida tishlarni noto'g'ri chiqishi hisobiga keyinchalik tishlarni chiqishi noto'g'ri joylashgani hisobiga 11-12 yoshga borib bunaqa bolalarga breket taqishadi. Bu breket hech qachon yechim bo'lmaydi. Bu ham breket hech qachon bolani asimetriyasini olishga yoki nimani pastki jag', tepa jag'dagi tishlarni to'g'rilashga hech qanaqa breketlar yordam bermaydi. Shunaqa muammolarga bormaslik uchun yana bo'yin qiyshiqligini yana eng katta asorati har xil yurish pozitsiyalari boshqariladi. Asosan inson yo bo'ynidan pastga qarab buziladi yoki oyoqdan tepaga qarab buziladi. Bolalarda mana shunaqa kravashey asoratlari bo'lsa, bu birinchidan детский rana возрастный skoliozlarga olib keladi, perikostazlarga olib keladi, keyin tizzalar og'riydi. Oxirida уже oyoqlari yo valgus yo vargusni положение X-образный oyoqlar bo'ladi. O'sha asoratlar bo'lmasligi uchun
birinchi oyda chaqaloqlarni albatta mutaxassisga, nevropatologgami, ortopedgami, pediatrgami yoki massaj reabilitolog mutaxassisligami обязательно ko'rsatish kerak. Shunaqa muammolarni oldini olish uchun. Hozir men sizlarga, yosh onalarimizga bolalarni tug'ilgandan keyin shu bo'yin qiyshiqligiga olib kelmaslik uchun sizlarga bolalarni qanaqa yotqizish kerak, qanaqa ularni ko'tarish kerak, hammasini ko'rsatib beraman. Bu yangi tug'ilgan chaqalog'imiz bizani tug'ruqxonadan uyga chiqqanda, уже tug'ruqxonada ham qilinish kerak. Uyga chiqqandan keyin bolalarni чтобы bo'yin qiyshiqligi bo'lmasligi uchun qanaqa to'g'ri положениyalarda yotqizish kerak, ularga qanaqa qarash kerakligini ko'rsatib o'taman sizlarga. Chaqaloqlar ko'pchilik mana shunaqa tepaga yotqizib qo'yadi. Bu to'g'ri, lekin har doim emas. O'sha aytganimdek, ko'p bolalarda raxt alomatlari baribir bo'ladi. O'shaning uchun masalan bitta uyqusida tepasiga qarab yotsa, keyingi uyqusida o'ng chap tomonga qarash kerak. Undan keyingi uyqusida o'ng tomonga qarash kerak. Keyin yangi tug'ilgan chaqaloqlarni agar tug'ruq vaqtida qanaqadir travmalar olmagan bo'lsa, tug'ruqxonada bolalar pediatri ko'rgan bo'lsa, tug'ruq jarayoni yaxshi o'tgan bo'lsa, ko'p bolalarda uyda nima deydi, yo'rgay qilish mumkin. Nimaga? Yo'rgay birinchidan qon aylanishga yaxshi ta'sir qiladi, ikkinchidan bolalarni yaxshi uxlashini ta'minlab beradi. O'shaning uchun vrach bilan maslahatlashgan holda bola yaxshi tug'ruq bilan tug'ilgan bo'lsa, bolalar vrachi, pediatrlar tomonidan hech qanaqa bolaga tashxis, nevropatologlar tomonidan hech qanaqa tashxis qo'yilmagan bo'lsa, bunaqa sog'lom bolalarni yo'rgaylash mumkin. Yo'rgaylashi hech qanaqa bolaga ta'siri yo'q. Nabarot, bolani yaxshi rivojlanishiga, uxlashiga qulaylik yaratib beradi. Bolalarni mani oldimga keladigan ko'p holatlar uchraydi. 4-5 oylik bolalar keladi, rivojlanishda 1-2 oyda orqada qolgan bo'ladi. Shuning uchun onalar qo'rqmasdan bolalarni ikkala tomonga qilib, sekin-sekin qo'li bilan tepadan pastga dumg'ozagacha olib kelib, bo'yindan sekin позвоночникka qarab, ko'pchikkacha silab olib kelsa bo'ladi. Sekin-sekin silash mashqlarini o'tkazishlari mumkin. Qo'llarda ham xuddi shunaqa, mana bunaqa qo'lini uchidan sekin ushlagan holda ichkariga qo'lini ozgina tabiiy yog'lardan surib, ozgina ichkariga, mana faqat bunaqasiga emas, bu juda ham noto'g'ri положение, noto'g'ri движение bu. O'shaning uchun sekin ushlab olib, ichkariga bitta limfa qon tomirlari bor, ham rivojlanish mishsalari ichkariga qarab o'sadi. Mana shunaqasiga sekin-sekin silashligi mumkin. Bu onalar uchun oddiy что bolalarning rivojlanishiga qanaqadir ko'mak bo'ladigan mashqlar. Lekin har bitta bolani albatta 1 oylik bo'lgandan keyin nevropatolog, ortoped, pediatr ko'rigidan o'tkazish shart va zarur. Keyin o'sha mutaxassislarni qo'yilgan diagnozga qarab massaj kerak bo'lsa massaj, boshqa muolajalar kerak bo'lsa boshqa muolajalarni qilish kerak. O'z boshimchalik bilan to'g'ri kelgan положениyaga bolani qo'yib, har xil massaj usullarini qo'llash bu juda katta xatoliklarga olib keladi. Даже ba'zi massaj mutaxassislari ham noto'g'ri qilingan massajlar oqibatida bolada rivojlanish etaplari o'zgarib ketadi yoki rivojlanish etaplari to'g'ri yo'nalishda bo'lmasdan o'sha holatda qolib ketishi mumkin. Bolalar 2 oylik bo'lgandan keyin 1 oygacha bolalarni qorniga yotqizish, uzoq vaqt mana bunaqa yotqizish juda katta xato. Chunki chaqaloq endi tug'ildi, buni suyaklari, hali suyaklarga соединительный paylari, mushaklari hali to'liq tonus holatiga kelmagan. Iloji bo'lsa 40 kungacha bunaqa bolalarni faqat ikkala tomonga yotqizib, o'sha yengil silashlarni o'tkazish mumkin. Ammo bunaqa qorniga to'liq yotqizib qo'liga qo'yish bu juda katta xato hisoblanadi. Ko'pchilik mamashalar kelishadi, aytishadi, men bolamni tug'ilgandan buyon men shunaqa положениyada qo'yaman. Mumkin emas, chunki uni hali bo'ynidagi bo'yin mushaklari
hali rivojlanmadi. Uni rivojlanishi uchun o'sha 40 kun davomida ozgina bola qotib, ozgina o'zini holatiga kelgandan keyin bolani bir ko'p emas 2 minut, 3 minut mana shunaqa yelka qo'ltig'ini tagiga shunaqa plyonkami, chochuvmi qo'yib, mana shunaqa holatda ozgina чтобы boshini ko'tarishga opora bo'lishi uchun o'zini boshini ko'tarib atrofga qarashi hamda bu nimaga shunaqa положение kerak? Bu ham boshini ko'tarib mana bunaqa qilganda позвоночникdan yaxshi qon aylanish hisobiga, позвоночникdan chiqqan nervlar ozgina bo'shashi hisobiga pastga уже qon aylanishi oldinga qarab qon aylanishi yaxshilanishi hisobiga 3-5 minut mana shunaqa holatda qo'yish mumkin. 2 oyligida. 3-4 oylik bo'lganda уже bolalar o'zi bunaqa holat xohlaydi, refleks rivojlanishi bo'yicha bemalol qo'ysa bo'ladi. Bola xohlaganda damba-dam 5-10 minutga qo'ysa bo'ladi. Endi 4-5 oylik bolalar aslida birinchi qaysi tomon aktivroq bo'lsa, ozgina yarim dumalash holatlarini qilish kerak. O'ngga, chapga. O'shani ham onajonlar kuzatib, qaysi tomonga bolasi aktivroq harakat qilyapti. O'shanda bolaga yordam berish uchun sekin mana bundoq nimasidan, ягодицаdan ushlab, oyog'idan ushlab, sekin mana bunaqa holatda yordam berishi mumkin. O'shanda 1-2 marta onalar qilib o'rgatsa, bola уже buni miyasiga сохранить qilib, o'zi aktivlashib, bu harakatlarni bemalol o'zi bajaradigan bo'lishadi. O'ng tomonga qilgandan keyin xuddi shunaqa chap tomonga ham yordam berib, sekin mana bundoq o'girib qo'lini qo'yganimizda bola o'zi boshini ko'tarib, harakatlari aktivlashi, bu ham bolani organizmda qon aylanishi, rivojlanish sistemalarini yaxshilanishiga yordam beradi. Endi 6-7 oylik bolalarda dumalab mana bunaqa o'tirishi o'rgangandan keyin, turishi o'rgangandan keyin o'zi boshini ko'tarib, bitta-ikkita oyog'i bilan sudralish, qo'lini sudraydi, qo'lini harakatlantiradi, keyin oyog'i bilan sudraladi. Ba'zi bolachalar kelishadi shunaqa 6-7 oylik, lekin mana bunaqa dumalash holati boru, emaklash holati bo'lmaydi. Emaklash holatlari ham birinchi sudralib emaklaydi bolalar, mana bunaqa sudralib emaklaydi. Shunaqa ba'zida oyoq taz sohasida yoki oyoqda qanaqadir muammosi bor bolalar qo'li harakatlanadi, mana bunaqa qilishadi, oyoq sohalari harakatga kelmaydi. Nimagaki oyoq sohasida harakatlar aktiv emaslikka sabab bu taz zonasida yoki qanaqadir displaziyani asoratlari bo'lishi mumkin, tug'ilganda tug'ilish jarayonidagi spazmlarni bir tomonlama harakatiga ham bolalar emaklashdan orqada qolishi mumkin. Bunaqa paytda onalar sekin bolani shunaqa pozitsiyaga qo'yib, chap qo'lini oldinga qilganda o'ng oyog'i bilan mana bunaqa ko'tarib yordamlashish kerak. Endi bu yerda hozir bolada bo'lmagani uchun unaqa o'xshamayapti, lekin mana bunaqa holat bo'lishi kerak. Mana chap qo'l harakatlanganda o'ng oyog'i harakatlanishi kerak. O'ng qo'l harakatlanganda chap oyoq harakatlanishi kerak. Chunki mana bunaqa hech kim emaklolmaydi. Bu noto'g'ri emaklash, bunaqa bolalar emaklamaydi. Haqiqiy reflektorni emaklash chap qo'l, o'ng oyoq, o'ng qo'l, chap oyoq bo'ladi. Shunda ham onajonlar o'zligi mana shunaqa ushlab turib, sekin chap qo'lini oldinga, o'ng oyog'ini oldinga qilib, qo'tidan mana bunaqa ushlab tursa, bolalar o'zi harakat qiladi. Bitta-ikkita shu harakatlar aktivlashgandan keyin miyada bu refleks saqlanib bo'lib, bola avtomatik ravishda bu harakatlarni o'zi davom ettiradi. Endi 8-9 oylik bo'lganda bolalar to'liq четверенкада, qo'li ham, oyog'ini ham, tazini ham ko'tarib, tez harakatlanish kerak. Unda ham ba'zi bir bolalar u ham norma hisoblanadi. O'zi emaklash 6 oydan 9 oygacha norma, yurish 9 oydan 1,5 yoshgacha norma. Kimdir bolasi 9 oyda yuradi, kimdir bolasi 1 yoshda yuradi, 1 yosh 3 oyda, 1,5 yoshgacha yurmasa, 1 yosh 4 oy, 5 oygacha yurmasa, o'sha ota-onalar xavotir olsa bo'ladi bolalardan. O'shaning uchun emaklash boshlanganda bolalar mana bunaqa emaklaydi. Qo'li ham, oyog'i ham barabar mana shunaqa turib, четверенка mana shunaqa emaklaydi. Agar o'sha emaklashlar bo'lmasa ham, onalar qanaqa qilib yordam berish kerak? Boya aytganimdek, chap qo'l, o'ng oyog'ini mana bunaqa qilib ushlab turish kerak qo'tidan.
shunaqa ushlab turish kerak. Bu qo'li ham yerda bo'ladi. Mana shunaqa ushlab turgandan keyin xo'p bitta qilsa 2-3 marta qilgandan keyin ona yordamida bu ham bolada уже refleks paydo bo'lib, bu refleks ham tez rivojlanib, bola tez emaklashga harakat qiladi. Agar bola sog'lom bo'lsa, emaklashga har bitta etapma-etap reflekslari yaxshi ketayotgan bo'lsa, uni olib borib immunni hech qanaqa diagnozlar qo'yilmagan bo'lsa, unaqa bolalarga hadeb masaj olish, parafin qo'yish yoki 10 kun masaj oling, 10 kun dam oling, yana keling, unaqa narsalar bola organizmga ishlamaydi. Sog'lom bolalarda agar bolalar sog'lom tug'ilgan bo'lsa, hamma reflekslarni o'zligi bolalarni o'zi etapma-etap qiladi. Qaysidir jarayonlarda bola orqada qolayotgan bo'lsa, bunga onalar 100% o'zligi yordam bersa bo'ladi. Bu qo'rqinchli holat emas. Bu uchun nimadir qilib, panikavat qilib, doktorlarga olib borib yoki qaysidir mutaxassislarning qo'liga tushib, bo'lar bo'lmasga masaj olib, bolaning organizmini buzish kerak emas. Shu uchun onalar mana shu harakatlar bo'lmasa, o'zligi yordam berish kerak. Endi 9-10 oylik bo'lganda bolalar qanaqa qiladi? Mana bunaqa 4 oyoqlab yurganda keyin hop o'tirib olishadi. Bu ham 6 oydan 9-10 oygacha o'tirish bolada norma hisoblanadi. Agar bola o'tira olmayotgan bo'lsa, mana shunaqa chitvirenka turib, mana bunaqa qilishadi-da bolachalar, mana bunaqa borib keladi. Mana shunaqa to'g'ri turgan holatda o'tirishga qiynalmayotgan bo'lsa, birinchi mana bunaqa o'tiradi bola. Yonbosh bo'ladi, birinchi mana bunaqasiga yonbosh bo'ladi. O'shanda onalar sekin ushlab mana bunaqa o'tirishga o'rgatsa, bu refleks ham 1-2 marta qilgandan keyin bolani boshida saqlanib bo'lib o'zi qilishga harakat qiladi. Endi keyingi holat bolalarda mana bunaqa turishadi. Mana bunaqa turishadi. Bu yurishga harakat degani. Agar mana shunaqa bola turgan bo'lsa, qaysidir holatda mana bunaqa oyog'ini qo'yib yana orqaga qaytayotgan bo'lsa, onajonlar bolalarga yaxshi gapirib, o'ynatib, sekin tazidan ushlab, mana bunaqa birinchi bitta oyog'ini, keyin ikkinchi oyog'ini qo'yib, turg'izib yurishga o'rgatishligi mumkin. Bu hamma onalarning qo'lidan keladigan oddiy mashqlar. Endi shundoq qo'ysa, birpas turadi bola, o'zi keyin 1-2 qilib qadam tashlaydi. Aziz onajonlar, agar sizni bolangizda shunaqa rivojlanish etaplaridan orqada qolayotganini sezsangiz yoki bolangizda qanaqadir muammolarni kuzatayotgan bo'lsangiz, как реабилитолог sifatida meni qabulimga yozilishingiz mumkin.